Bugun bomba kontentlar bo'ladi. Yaxshilab kuchga to'lib turdim. Undan oldin kechagi qolib ketgan ishimni tugatishim kerak. Kecha uxlashdan oldin yuzimga maska qilmaman, juda ham charchaganimdan. Shuning uchun ham birinchi bo'lib maskani yuzimizga qo'yib olib, uy ishlarini davom ettiramiz. Birinchi uyimni ishlarini bo'lmasam, sizlarga atalgan videolarni ola olmasligim aniq. Chunki bugun Koreyada dam olish kuni, uyda hamma uyda. Shuning uchun birinchi bo'lib uy ishlarini davom qildirishim kerak va tugatib qo'yishim kerak. Bolajonlarimga ertalabki zavtrakni tayyorlab berishim kerak. Hammani tinchlaganimdan keyin bugun sizlar uchun atalgan kontentlarimni olaman. Ko'pchilik mendan so'raydi, bodring salatingizni qaytadan o'rgating, esimizdan chiqib ketdi, tezroq video qilib qo'ying deganlari uchun bugun salatlar juda ham ko'p qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rib turibsizlar, Yuhi ham uyda, turmush o'rtog'im ham uyda. Bunaqa paytda ayollar juda ham charchab qoladi. Chunki uydagi hamma ishlarni ayollar qilishi kerak. Turmush o'rtog'im o'zi bir kun dam olgani sababli uni ish buyurishga harakat qilmayman, dam olishini xohlayman. Ham beli grijasi, oyoqlari og'riyotgani uchun umuman hech narsaga majbur qilmayman. Ba'zida hazil qilib, nimaga menga ishimga yordam bermaysiz deb turaman, lekin chin yurakdan emas, chunki kasal bo'lgandan keyin dam olib lecheniasini, huzurini, ya'ni davosini topishi kerak deb o'ylayman. Ko'rib turganingizlar, bugun sizlar bilan bodringli salat va albatta xubakli salat, ya'ni o'zbekchasiga kabachki deb aytiladi. Bu salatlar juda ham sog'lik uchun foydali. Albatta sizlarga ko'rsataman. Keyingi videolarimni kutib qolinglar.